Xalq deputatlari viloyat kengashi kotibiyatida navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda xalq deputatlari mahalliy kengashlar faoliyatini ish rejaga muvofiq tashkil etishning qonuniy me'yorlarini o'rnatish borasida amalga oshirilgan ishlar hamda mavjud masalalar muhokama etildi. Yig'ilishda xalq deputatlari mahalliy kengashlarning ish rejasi ko'rib chiqildi. Mahalliy kengash sessiyalarida tegishli mas'ullar tomonidan axborotni eshitish jarayonlari hamda kengash qarorlarini qabul qilinishida qonun talablariga rioya etish, tegishli ma'lumotni namunaviy 24 talik stenogrammada aks ettirilishi kabi masalalarda me'yor va talablar atroflicha muhokama qilindi. Yig'ilishda mahalliy kengash deputatlarining ommaviy axborot vositalarida chiqishlarini sifatli tashkil etish, xalq vakillarining faolligi bu borada muhim ahamiyatga ega ekanligiga alohida to'xtalindi. Xalq deputatlari mahalliy kengashlarda kotibiyatlar tashkil etildi va kotibiyatlar mana shu kengashlarning faoliyatini tartibga olib, hujjatlarni deputatlarga uslubiy jihatdan yordam berish, qolaversa texnikaviy jihatdan yordam berish maqsadida tuzildi. Kengashlar tomonidan chiqarilayotgan qarorlarning saviyasi, qolaversa ommaviy axborot vositalarida deputatlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning qay ahvolda samarasi va hokazolar to'g'risida seminar bo'ldi. O'sha kamchiliklar aytib o'tildi. Bu seminarlar albatta kerak bo'ladi. Muloqot davomida har bir masala yuzasidan kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan rejalar belgilandi.